Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Qisqacha tillovga texnik tahlil. O'tgan hafta qilingan texnik tahlilimiz bo'yicha eh, g'oyamiz o'xshamadi. Ya'ni bizlar mana bu kanal topgan edik va o'sha kanallarda qisman buzdi. Endi o'xshamadi desak ham sal anavi bo'ladi. No, примерно shu atroflardan sal ketdi. Ya'ni yetib kelmadi shu yerlarga va katta time frame'da kanal topganimizda, birinchi kanalimiz bu yerdan olinganda va keyingisi bu yerga qo'yilganda bu mana bu yerlarda buzib chiqib ketdi va bizada keyin mana bu maksimumga qo'yilgandan keyin kanalimiz tepaga proyektordan o'lchasak shu yerlargacha keldi. Ну, примерно g'oya почти o'xshaydi. Shu yerdan kutganimiz sal erta ketib qoldi. No, orada откатlarda ulashib oldik bu narx tushishiga va bizada Fibonacci bo'yicha o'rta zonadan sal ketgan. Ya'ni mana shu zonadan примерно sal ketgan. Buni o'tqazib yubordik. Men hozircha sell pozitsiya ushlamayapman. Основной narx o'sishiga любой откатdan bay olib ketyapman. Xo'p, bizda kuchli o'sishdan keyin откат oldi. Bizada mana bu yerda keyin order blok hosil bo'lgan. E'tibor qilinglar. Bu bizada keyinchalik breaker blok sifatida ishlashi mumkin. Narx kelib buzgan u, lekin qaytib chiqdi tepaga va shu yerda endi reaksiya ko'rishimiz mumkin. Bu bitta anavsi. Ikkinchisi, o'sha tushishdan keyin откатni mana bu qizil svechani olsak, mana bu yerdak. Bu ham order blok hisoblanadi va shu order blokka reaksiya olib ketyapti. Eslaringda bo'lsa, gap bor edi va shu gap yopiladi deb aytgan edim, по-моему. Yo, dushanba kuni video qo'ymadim. Bu YouTube'da videolar qo'yaman va ko'pincha prямой efirlarda, ya'ni boshqa joylarda bolalarga aytib turamiz. Esdan chiqib ketibdi YouTube'ga video qo'ymaganligim. Xo'p, sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Mana bu yerda gap bilan ochilgan dushanba kuni. Ya'ni narx bo'shlig'i deyiladi. O'zbekchasiga qanday holat, qanday nom bersalaring. Inglizchada gap deyiladi, ruschada razrывsini deyiladi. Ya'ni shu yerda hech qanday savdo bo'lmagan yoki volatilность kuchli bo'lgandan narx tepada ochilib ketadi. Shunaqa holatda kuzatilib turadi va shunaqangi bo'shliqlar har doim yopiladi. O'sha kuni dushanba kuni yopiladi deb plan qilgan edim. Ya'ni qaranglar, oddiy narsalarda. Shu gapda yopiladi deb plan qilganim, orada izladim pozitsiyalarni, no, bermadi. Va kechangi kunni o'zida shu gapgacha tushib berib, bugungi kun o'sha yerda ochildi. No, tushib bergan va qaranglar qanday zo'r holat. Ana shu qizil sham yopilgandan keyin yashil shamni yopilishini ham kutib даже keyingi shamdan kirganligida mana bu svechadan mana shuncha foyda olsa va bu narx yuqorilab ketishi ehtimoli katta. Nimaga desalaring, hamma usullarni qo'llab ko'raversalaring, уже sizlarda kelib chiqaveradi o'rtaga zona, zолотая середина zonalar atroflarida yuribdi. Aslida o'rtaga zonadan yaxshi reaksiya olgan, qaranglar. Mana shu yerdan reaksiya olib ketyapti narx va narx o'sishini kutamiz yana. Qayerlarga? Menda birinchi maqsad mana bu yerdagi blokka nima qilaman? Order blokka o'shangacha ishlab olish va bozordan chiqib ketish. Ko'pi ko'p. Bu hali yana bir imkon berishi mumkin. Narx qaytib kelib shu yerda kasamiya qilib bizga mana bu holatni qilib berishi mumkin. Kuzatish kerak faqat. Agar mana shu holatni ko'rayotgan bo'lsalaring, bu dash ketib qolishi ham mumkin. Nima uchun? Tarix takrorlanadi har doim. Buni qaranglar, narx kuchga tushgandan keyin double massivasi berib tepaga ketgan. Bu yerda golova плечо bor edi, bu yerda double model bor edi. Golova плечо qanday desang, mana bu holat. Mana bu golova плечо bo'ladi. Mana bu holatda o'zi double bo'ladi. Ikkita model bir joyda hosil bo'lgan va kuchli bayk ketgan, narx o'sish ketgan va e'tibor qilasizlar yana bitta narsani. Hamma faktorlarni olib tashlaymiz. Kelinglar.
mana bunaqangi holatlarda man juda ko'p savdo qilganman. Bunisi holatlarni juda ko'p kuzatganman. Man именно mana shu holatda kelinglar mana shunday kanal qilib qo'yamiz har holda. O'rtasi tursin bizga mana bu tepa qismi, pastki qismi muhim. Va har doim mana bunday kuchli o'sishdan keyin mana shunaqa holat ko'rsalar, mana bu yana shunaqa impuls qilib beradi bu. Va bizga mana shu maqsadlar. 100% narsa emas, просто tajribadan kelib aytyapman. Shunaqa holatlarni ko'p ko'rganman, shunday bo'ladi. Bizada hozir kuchli narx откат olish zonasida, ya'ni sell ketayotgan zonada, sell zonada yuribmiz. Katta time frame'larda e'tibor qilinglar. Kunlik svecha qanday yopiladi, ya'ni katta soya qoldirib ketyapti. Haftalikda molot bo'lib yopilishi mumkin. Hali lekin hafta yopilgani yo'q. Ko'ramiz, balki hafta orqacha chiqib ketishi ham mumkin. Agar mana shu svecha pastroq tushib, qizil rangda, ya'ni yopilib qolsa, keyingi 3 hafta sell ketishimiz ehtimoli katta bo'ladi. Nima uchun desalaring, oddiy bu ham bozor ko'rsatlaring mana qaranglar, qizil svecha yopilgan 2 hafta sell ketgan podrad. O'sha o'zida 3 hafta bo'ladi. Bular holda ko'p bo'lgan. Manaqa svecha qoldirsa agar hali unaqa svecha qoldirib, amma holatni ko'rsaringda mana. Yashil svecha yopilib qolsa, keyingi hafta bunaqangi qizil yopilib qolsa pastga, mana bu holatlarni ko'rishimiz mumkin. Bizlarga o'sha momentda kelyapti. No hozircha men tillonni sal ketadi deb o'ylamayman. Qanday откат qilib berish kerak. Haftalikda ham juda ko'p o'sib chiqdi bu. Bizlarga qandaydir po trendu ketishimiz kerak. Хотя бы trendlarga qaysi trendlarga kasani qilib berish kerak. Bunaqangi o'sib ketaverish nerealda. Mana qaranglar, kuchli o'sib chiqqan, bitta откат qilib bergan qandaydir bizga ham bu yerda. Yana o'sib chiqqan, откат qilib bergan, trend hosil qilib bergan shu yerda. Bizda endi mana bu joyda qandaydir o'sib berish kerak. Agar mana bu yerdagi trendlarni olsak ham, хотя бы shungacha kasani qilib berish kerak. A tak хотя бы shu yaqin trend shu. Shunga tortishda o'rganishimiz kerak. Kelish kerak хотя бы. Hozir kunlik chiroyli holatda turibdi. Tepaga chiqib, keyin pastga ketib qolishi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lamiz. Korotkий pozitsiyada ishlab ketaverish kerak. O'sha 1 soatlik, 2 soatliklarga o'tsalaring holatda beraveradi. Biz hozir nima qilamiz? Biz hozir mana bu menimga trend tortishga haqqimiz bor. To'g'rimi? Shuni tortgandan keyin biz o'sha mana bu kanallarni olib ketaveramiz. O'zi odatda analiz qilib borishlaring, o'tmishda, ya'ni mana shu holatda, real holatda analiz qilsalaring, keyin o'tib ketgan zonalaringizni ko'rib qolasizlar. O'shanaqa zonalarni eslab qolinglar. Mana shunday holatlarni ko'ramiz. Endi qaranglar, misol mana shuni olib bunday qilib tortsak, bizga zonalar berish kerak qayerdandir. Bizga bu qisman shu zonalarni bergan ekan, agar bunday qilib tortganimizda. Mana bu maksimum bilan mana bu maksimumga tek kirib qo'yganimizda bizlarda mana bu ba'zi zonalarni bergan ekan. Tepang o'zi analiz qilib borsalaring, ko'p ko'rmagan jonlaringni ko'rib qolasizlar keyinchalik. Mana bunday qilib tortamiz. Endi idealni teng o'rtasini olmaymiz, mana shu maksimumlarga qo'yib chiqamiz. Va shu ana shu narxlarda savdo qilamiz. Bizga endi hozir mana bunday holat bo'lishi mumkin. Bu yerda qolib ketsak, pastga ketamiz. Katta ehtimol bilan bitta korreksiya qilib, impulsini pastga yuborish mumkin. Agar mabodo tepaga buzib chiqsa, tepaga chiqib ketishimiz mumkin. Chunki impuls korreksiya modeli har doim impulsdan keyin korreksiya qolsa keyin ishlaydi-da u narsa. Bizda hozir mana ko'plar mana bu impuls ko'radi, mana bu yerda korreksiya qilyapti deb pastga kirishi mumkin deydi. Lekin lokalnilarda kichik tayfada mana bu ham impulsli harakat bo'lib turib, mana bunday kichik impulscha qilib
manniy qilib berishi mumkin-da. Bu narsani ham ko'rganmiz. Shuning uchun ko'rsatamiz. Mana bunday modellarni ko'rganda mana bu zonada risk qilsa bo'ladi yana bir marta. Stop kichik judayam qaranglar. Mana shu maksimum minimumga qo'yasizlar. Mana bu holat kuzatishingiz mumkin. Hatiyam mana bu yergacha. A tak bunday chiqib kelganda sizlar mana bu o'rtalarda savdo qilmanglar. Sizlar dablni ko'rib dabl ishlashi mumkin deysizlar, bu bunaqangi qolishi mumkin yana. Keyin oradan uni kichik katdan bitta pastga qolishi mumkin. Shuning uchun важный точкаlarda savdo qilgan ma'qul. Muhim точкаlarda. Narx o'rtalarida emas. Bugun mana bu yerlarda boyagi ulgurmadilaringmi? Kutinglar, pastlarga shans imkoniyat beradi. Tilla har doim har bir mana shu daqiqasida imkoniyat berib ketaveradi. Kichik time frame'ga o'tinglar, ko'ringlar nimalar bor. Kichik time frame'da bizada nisходящий trend. O'sha trenddan отбой olyapti hozir. И biza hozir qanday holatda ishlashimiz mumkin? Trendni ham buzib qo'yibdi уже. No, отвечание kutamiz. Proboy bo'lsa, mana shugacha ishlab olsa bo'ladi. И qaranglar. Kichik time frame'larda ham modellar ishlaydi-da bu odatda. Kichik o'sib chiqqandan keyin galop плечо hozircha bor. Bizga qanday holat qilib berishi mumkin. Qaydan ko'rasizlar uni? Yana kichik time frame bo'lsalaring, sizlarga o'sha borik zonani topib chiqaverasizlar. Kuchli o'sib chiqqandan keyingi oxirgi откат zonani olamiz. O'sha yerdagi mana bu yashil svicha mana. Bu prinsip ishlab beribdi bu sizlarga. Qaranglar, narx kuchli o'sib chiqqandan keyin mana bu откатni olmayman. Nima uchun? Chunki bu mana bu maksimum o'zini test qilib qo'ygan. Shuning uchun kuchli o'sib chiqqandan keyin mana bu maksimum hisoblasak, bir xil o'rinda turibdi. Bu yerda M model ham bor va narx tushib birinchi откат mana bu hisoblanadi va o'shandagi birinchi откатdagi oxirgi yashil svichani order block deb olsangiz, test qilib ishlab beryapti hozircha. Может qaytib kelishi mumkin endi 15 minutliklarda, endi 5 minutliklarda. No, уже u ishlabdi. Shunaqangi savdo qilsa ham bo'ladi. Просто order bloklar, просто imbalanslar bilan zo'r savdo qilsa bo'ladi. Mana bu yerda o'zida просто gapni belgilab olib, bugun savdoga kirishsang bo'ladi. Endi hozir mana bu gap holatini to'liq yopdi, ya'ni qopladi. Qoplagandan keyin narx endi shu mana shu zonani hozir biza как поддержка sifatida ishlatsak ham bo'ladi. Nima uchun? O'tmishda mana bu zona bor. Mana maksimum ko'ryapsizlarmi? Shunga kelib, keyin ketib qolishi mumkin. Trend halijam восходящий, o'suvchi trend. Shuning uchun selga hozir bu ham qaraganim yo'qman. Mana shu kanaldan buzib o'tsa pastga o'zi ko'raveramiz. Lekin kuchli o'sib chiqdi. Bizga o'sha откат qilish kerak. 1 soatlik time frame'da qaranglar, уже narx kuchli tushib berganini bildiryapti va selchilarning kuchi qolmadi. Bu уже yana narx tepaga ketishi mumkin. O'zi любой откат hozircha bay bo'lib turibdi. Kuchli откatlar oldimi, minimumlar hosil qildimi, o'sha minimumlarda savdo qilaveringlar. Minimumlarni qanday topasizlar? Ko'rsatdim. Oddiy yo'llar. Mana bu. Shu holatni sizlarga hozir tushuntiraman, nima uchun shu yerda oldim. 3-aprel tong sahar 4. 11-aprel kechga 16:00, ya'ni Nyu-Yorkda kunning maksimumlarida bunday olib qarasizlar. Mana bu kunning maksimumi, bu ham kunning maksimumlari. O'shaning uchun olinadi. O'zi endi granchi sessiyaga unaqa shart emas, ko'z bilan qaragan olgan qolganman, chunki bu kunlar esimda-da. Mana bu Tramp kechasi gapirganda bu ertalabgacha narx o'sgan, ya'ni ertalab tong sahardan narx tushishni boshlagan. Bu esa o'sha Nyu-York vaqtlari bilan bunday откат olgan edi kechasi. Bu kunasiga уже narx ketgan, ya'ni bir necha kun orada.
vaqt o'tgani kuni mana shu holatga haliyacham esimdan chiqmaydi. Zo'r holat bo'lgan edi mana shu yerda boyagi. Erta yopib olganmiz, bu qayerga qanday chiqib ketgan. Afsuslanishdan foyda yo'q. Yana shanslar bergan mana bir, mana ikkinchi shans. Lekin bilmaydida hech kim mana shu joydan hozir narx ketib qolishi mumkin. Bu yerga 3700 gacha. Mana zilka ochasizlar, sal nariga chiqqanda yopib qo'yasizlar. Lekin ketib qoladi. Qaranglar, sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Manda katta time frame'da mana bunaqangi bir g'oya bor. Bu haftalikda. Kichik time frame'da hozir ko'rdilaring, menga yerda 4000 larni kutyapman. Nima uchun narx o'sishini qilganim uchun sizlarga tushuntiryapman birdan. Biz hozir shunday ham kuchli zonadamiz. Agar mana bu holatda bo'lsak, o'rta zonada turibmiz. Kuchli откат zona hisoblanadi bu ham va qaranglar, bir haftalik time frame'da kelib shu o'rta zonani soya qoldirdi. Shu yerda yopilsa, agar bizlarni bir haftalik switch ham shuni yopilib qolsa, men aytgandek krasnoy switch bo'lib yopilib qolsa, ya'ni bekorga krasnoy demayapman-da, bu примерно mana bu zonalarda pastroqlarda уже. Ya'ni bu 2.618 zonadan pastlarda yopilsa, bizda pastga ketish ehtimolimiz katta bo'ladi. O'shanda bizda switch molot hisoblanadi va switch molot bo'yicha bizda keyin ancha narx pastga ketamiz. Shunaqangi bir tahlil. Ko'p narsadan foydalanmayapman. Endi tushunarli bo'lsa kerak. Tushunarli bo'lgan umiddaman. Tushunarli bo'lyapti menimcha. Xo'p, ko'rib turibsizlar, narx yana pastga olib ketyapti. Bu o'ylagandek yana shu mana bu trendlardan reaksiya olib ketishi mumkin. Katta time frame'ni ko'rib turish kerak. Ya'ni bir oylik time frame'larda ko'rsalaring, o'suvchi trendni olib qarasalaring, qiziq narsalarni o'rganasizlar. Ya'ni har bitta откат zonalarni o'rganib chiqinglar. Lekin sel qayerdan ketishini, qachon ketishini oldindan bilib olasizlar. Endi ko'p narsalarni ham aytavermayman, o'zlaring ham izlamasalaring topib olasizlar. Biz kuchli nima turibmiz, tushuvchi yanada trendga o'tishimiz mumkin yaqin orada. Mana bu yerda kecha agar mana bu switchamiz, ya'ni bir haftalik switchamiz tepada yopilsa, mana shu holatdagi mabodo agar molot bo'lmay qolsa deylik, tepada chiqib o'zini maksimumiga yopilib qolsa, bizada 3 ta bir xil shaml qoladi, ya'ni katta shaml qoladi, trivorni patterniga aylanib qoladi va shunda orada yana bir 2 hafta o'tqazib borib, 3-haftadan keyin ketishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerda qandaydir tushib berib, keyin yana chiqib, keyin tushib ketishimiz mumkin. Shunday holatlarni kuzatishimiz mumkin. Qisqacha shu tushunarli bo'lgan bo'lsa yaxshi, foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Sog'-salomat bo'lasizlar. Savdolarda o'sha riskga amal qilib savdo qilgan maslahat beramiz. Zonalar aniq. Kuchli zonalarda savdo qilgan yaxshi. O'rtadagi o'rtalari savdo qilmanglar, eng zo'ri. Musor zona deymanman, o'rtada savdo qilish zonalarini maksimumlarda, muhim точкаlarda savdo qilaring. Ancha foyda qilasizlar. Ko'rishguncha.